Qizlarjonim, Macy's magazini menga brend va atirlardan bir nechta va serumlar qo'shib berdi. Qanaqa qilib deysizlarmi, unda yiringlar ko'rsataman. Lancome Skincare bu shunchalik parvarish emas, bu teriga bo'lgan muhabbat, zamonaviy ayol uchun kundalik self-care'ni haqiqiy go'zallik ritualiga aylantiradi. Brendining kunduzgi kremi haqida gapirsak, kundalik hayot ritmiga juda mos yaratilgan teri darhol silliqroq, tarang, yorqinroq ko'rinadi. Yuz konturlari aniqroq bo'lib, charchoq izlari sekin-astiga qoladi. Make-up tagidan sursanglar ham og'irlik qilmaydi, aksincha teriga fresh look beradi. Night cream haqida gaplashsak, terilarni eng faol ishlaydigan vaqti. Bu krem uyqu davomida terini chuqur oziqlantirib, ajinlar bilan ishlaydi. Ertalab uyg'onganingizda terilar yumshoq, parvarishlangan holatda bo'ladi. Bu kechki self-care ritualingizning eng muhim qismi hisoblanadi. Oxirgisi bomba serum. Qizlar terilarni 3 ta kuchli ingrediyentni bitta vaqtda o'zida yetkazadigan luxury anti-aging serum. Har safar pompani bosganingizda 3 ta formulasi aralashib yangi faol mikstura hosil qiladi. Bu bomba ingredientligi nimalar kiradi? Gyaluronoviy kislota, vitamin C plus niacinamid va albatta feruloviy kislota. Lancome bu faqat brend emas, bu sifat va go'zallikka zamonaviy yondashuv. Siz ayollar o'zingizga eng yaxshisini ravo ko'ringlar, sizlar bunga arziysizlar.